Bilasizmi, Ulug'bek O'zbekistonga juda ham ko'p ta'rif berish mumkin. Serquyosh mamlakat, juda ham go'zal, jannat monand maskan, san'ati go'zal maskan va so'nggi yillarda iqtidorli yoshlar, iste'dodli yoshlar, kuchli sportchilar, ilm-fan, madaniyat, san'at sohasida o'ziga xos bir yoshlar mamlakati deya ta'rif berilishi ommalashib boryapti va har doim Guldasta dasturiga mana shunday eng qobiliyatli, iqtidorli, o'zini yoshida katta bir natijalarga, yutuqlarga erishayotgan, muvaffaqiyatlarga erishayotgan o'quvchi yigit-qizlarimizni olib chiqishga harakat qilyapmiz. Demak, navbatda mana shunday yoshlarimizdan biriga bugungi dasturimizda ham Chust tumanidan kelgan, bugun o'zini chiroyli bir qalami bilan Chustda dovruq taratayotgan, uning she'rlari Germaniya, Yevropa mamlakatlarida, Afrikani nufuzli jurnallarida bosilib chiqayotgan shoir yigitimiz bor. Ismlari Umrzoq, familiyalari Esonboyev. Xush kelibsiz. Xush kelibsiz. Umrzoq ismingiz ham chiroyli ekan, umri uzoq bo'lsin deb mana shunday ism qo'yishgan. Buvijonim qo'yganlar. Buvijon, albatta kattalar qo'yishgani bilinib turibdi. O'sha buvijon bilan katta bo'lgansiz shekilli. Albatta ko'p tarbiyani ham buvijonimizdan olganmiz va she'rlarimizga ilhomni ham buvijonimiz beradi. Xuddi Oybekni taqdiri takrorlangan ekanda, buvijonisidan shu ertaklar eshitib yozuvchi bo'lgan, mana shunday chiroyli bir inson bo'lgan, ijodkor bo'lgan Oybek mana Chustda yana bir albatta qanday bir she'rlar yozasiz, qanday yo'nalishlarda, nima uchun she'riyat sizni qiziqtiradi? Keling shu haqida gaplashamiz. Men ko'proq she'rlarimni 70% onamga bag'ishlab yozaman, chunki bolaligimdan onam o'zi katta qilganlar meni. Menga o'zlari mehr berganlar. Bundan tashqari buvijonim ko'proq O'tkir Hoshimovning kitoblariga meni oshno qilib qo'yganlar. Buvijoningiz, mana shu gaplarni takror va takror gapirishingizni xohlar edik, chunki bizni tomosha qilayotgan, tinglayotgan aziz ota-onalar, buvijonlar ayniqsa sizlarni juda ham yaxshi ko'ramiz. Mana sizni mehnatingiz, mana sizni mahsulingiz. Qarang, buvijonlar haqiqatdan ham O'tkir Hoshimovni kitoblarni o'qib berganlar. O'qib berganlar. Buvijoningiz ismlarini ayting. Komilaxon. Komilaxon aya, hozirdan sizga rahmat aytamiz. Nabiralaringizga kitob o'qib berganingiz uchun. Bu juda ham tahsinga sazovor ish. Davom etamiz. Dunyoning ishlari onasiga bag'ishlab yozgan O'tkir Hoshimov ham shundan ilhomlanib bizni ham birinchi she'rlarimiz onamizga bag'ishlab yozildi va birinchi kitobimiz ham ko'rishingiz mumkin. Onamizga bag'ishlab Jannatim onam deya birinchi kitobimizni Buyuk Britaniyada nashrdan chiqardik. Juda ham ajoyib. Ham ingliz tilidami bu? Ingliz tiliga tarjima qilingani ham bor. Endi o'zimiz uchun ko'proq o'zbekcha varianti Chustimizda kengroq ommalashgan. Shuning uchun o'zbekcha variantini bugun olib keldim. Kimlarga havas qilgansiz o'zi shoirlardan? Shoirlardan ko'proq men o'zimizda Muhammad Yusuf she'rlarini sevib o'qiyman. Bundan tashqari jahon adabiyotiga nazar tashlaydigan bo'lsak, Sergey Yesenin she'rlarini ko'proq o'qib turaman. Keyin Abdulla Aripovni ham bo'sh vaqtim bo'lganda o'qib turaman. Albatta, o'zimizda mana shunday buyuk shoirlarimiz, ma'rifatli olimlarimiz, yozuvchilarimiz, umuman olganda kitob o'qigan insonni dunyosi, olami boshqacha bo'ladi deyshadi. Bugungi kunda qanday bir kitoblarni o'qish bilan mashg'ulsiz? Bugungi kunda to'g'risi bolalar tashkiloti tuman sardori etib saylanganman bu joriy yilda va ham o'qib ham ishlaysiz. Ham ishlayman va kitob o'qishga ko'pincha vaqt bo'lmay qolyapti. O'qish, ish bo'lib faqatgina kitob chiqarishga vaqt ajratyapmiz. Oxirgi marta lekin Odil Yoqubov Ota izidan degan kitoblarni o'qidingiz. O'qidim va keyingi kitobimni ota haqida bag'ishlab chiqarish niyatim ham bor. Demak, tasavvur olamingiz yana ham boyib, yana ham kengayib bormoqda. Ayni paytda siz maktab o'quvchisiz, a? Albatta, 11-sinf o'quvchisiman, bitiruvchiman bu yil. Ham ishlayapsiz? Ham ishlayapmiz bolalar tashkilotida. Oldindagi maqsadlarga hali alohida to'xtalamiz, lekin ba'zi bir jolisidan eshitishimiz kerak. Ya'ni siz yozgan she'rlaringiz hozir menimcha teletomoshabin, radio tinglovchilarimizga ham qiziq bo'lib turibdi. Bu yigit qanaqa she'rlar yozar ekanki, Buyuk Britaniyadagi davlatda chop etilgan bo'lsa she'rlari deb. Albatta, hozir men sizlarga Yaxshilik deb nomlangan she'rimni o'qib bermoqchiman. Bugungi kunda dolzarb mavzuga aylanib borayotgan mavzularni qoralashga harakat qilganman. Yaxshilik urug'i bo'lsa qo'limda,
yomonlar diliga ekib qo'yardim, muhtojlar uchrasa agar yo'limda, doimo yaxshi ish qilgan bo'lardim. Oqibat urug'i bo'lsa qo'limda, oqibatsizlarga berardim sekin. Nega bunchalar yuraksizmiz-a? Iymonli bo'lish pullikmas tekin. Rostgo'ylik urug'i bo'lsa qo'limda, odamlar boshidan sochib tashlardim. Zarracha yomonlik bo'lmasdi dilda, doimo haqiqat ichra yashardim. Iymonning urug'i bo'lsa qo'limda, avvalo o'zimga olardim biroz. Barchani yetaklab iymon yo'lida, yaxshi bo'lish uchun yozgandim xolos. Juda ham ajoyib. Yaxshi inson bo'lish, bu dunyoni hali achchiq chuchugini tatimasdan mana shunday chiroyli mavzularga qo'l uribsiz. Ofarin deymiz. Rahmat. Umuman olganda ham o'qish, ham ishlash qiyin emasmi? Endi o'z navbatida o'qish paytida ustozlarimiz ham bizga kerakli sharoitlarni yaratib beryapti, to'g'ri tushunyapti. Tuman sardorligi ham birmuncha oson ish emas. Tumanimizdagi barcha maktab o'quvchilari bilan birga ishlash qiyinchiligi bor, lekin ustozlar ham bizni qo'llab-quvvatlab turibdi va shuning uchun uncha qiyinchiliklar sezmayapmiz. Asosan ishingizda nimalarni bajariladi? Ishimizda bizda o'quvchi yoshlardan o'zimizga o'xshagan iste'dodli yoshlarni, chiqib kelayotgan yoshlarni yanada ham shakllantirishga qaratiladi. Bizning ishimiz Yoshlar ishlari agentligi bilan hamkorlikda ko'plab yoshlarga atalgan tanlovlar o'tkazish yoki bo'lmasa ularni shu bilim ko'nikmalarini yanada mustahkamlash maqsadida ko'plab zakovat tadbirlarini o'tkazish. Xullas tumanda bo'ladigan barcha musobaqa tanlovlari faol bo'lishimizda bizni o'rnimiz bor, bo'lakcha bo'ladi. Albatta. Oldinda qanaqa bir niyatlar qilgansiz? Qanday kasbni egallamoqchisiz? Adashmasam nutqingiz ham ancha yaxshi rivojlanyapti. Nutq bo'yicha ham jurnalistika kurslariga borganman va xudo xohlasa yetuk bir elimizga, yurtimizga xizmat qiladigan yaxshi bir jurnalist bo'lib yetishish niyatimiz ham bor. Juda ham ajoyib. Qalam bor ekan, bu sohada harakat qilish mumkin. Ayniqsa o'zini qiziqishi bo'lmasa, ichidan yonmasa, u jurnalistikada oson emas-da. Aytishadi ustozlarimiz ham bu sohani nonini yeyish uchun anchagina mashaqqat kerak, ter to'kish kerak, har bitta sohani kerak bo'lsa, o'qib chiqish kerak, rakursni juda ham tepadan olish kerak, keng ma'noda fikrlash kerak deyshadi. Shu ma'noda sizni harakatlaringiz, bosayotgan odimlaringiz anchagina ildam. Bu borada omad yor bo'lsin deyman. Rahmat. Keling, mana shu o'rinda o'zingizni bir sinab ko'ring. Guldasta dasturida yaxshi imkoniyat bor, boshlovchilik qilish imkoniyati. Qolaversa bizda kasting ham ketyapti. Juda ham ko'plab yoshlarimizni azizlar, ayniqsa hozirda til yo'nalishida, jurnalistika yo'nalishida, filologiyada o'qiyotgan yoshlarimizni, nafaqat filologiya, balki boshqa yo'nalishlarda bo'lsa ham aynan boshlovchilikni yaxshi uddalaydigan, chiroyli bir ko'rinishga ega bo'lgan, siz kabi nutqi yaxshi, ma'lumotlardan yaxshi xabardor bo'lgan, adabiyotga, ijod olamiga, san'at olamiga, jamiyatda bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, bu borada biroz bo'lsa-da bilimga ega bo'lgan yoshlarimizni taklif qilmoqdamiz va adashmasa mana 11-sinf bo'lsangizda chiroyli she'rlar yozyapsiz, yaxshi bir jarayonlarga o'z fikringiz, tafakkuringiz, nuqtai nazaringiz bor. Keling, biz bilan birga birozgina Guldastani olib borib ko'rishingiz mumkin. Bu sizga kutilmagan yangilik bo'ladi ham, balki jurnalistikani yana ham yaxshiroq ko'rishingiz va bu borada qat'iy bir fikrga kelib, yaxshi tayyorlanishingiz uchun zamin yaratadi. Mayli, agar ruxsat bersanglar, biz o'zimizni ham o'sha tuman tashkilotimiz tomonidan yangi loyiha yo'lga qo'ygandik. U ham intervyu e'tibor markazida degan intervyuimiz bo'lardi. Agar qarshi bo'lmasanglar, sizlar bilan bir og'iz olib ko'ramiz. Biz bilan intervyu uyushtirasiz. Yaxshi, bo'ldi. Kimdan boshlaysiz? Ulug'bekdan. Azizlar, ayni paytda kutilmagan bir jarayon bo'ldi. Improvizatsiya deymiz buni biz sohamizda, ya'ni Guldasta dasturida aslida yoshlarimiz bilan suhbatga chaqirar edik. Shoir, yosh yigit, shoir yigitimiz bilan suhbat qurishimiz kerak edi, lekin bularning qiziqishlari jurnalistikaga ekan va ayni paytda bizdan intervyu olmoqchilar. Boshlaymiz demak. Birinchi bugungi mavzuyimiz ona haqida bo'ladi. Kitobimizga bag'ishlangan Jannatim onam haqida bo'la qolsin. Albatta, marhamat, kameralarimiz sizga muntazir, jonli efirdamiz, bemalol. Assalomu alaykum, bizni kuzatib borayotgan aziz teletomoshabinlar. Bugungi Jannatim onam ko'rsatuviga xush kelibsizlar. Bugungi intervyuyimizni Namangan teleradio boshlovchilari bilan birgalikda olmoqchimiz va meni birinchi beradigan savolim, ona o'zi kim, hayotda qanday o'ringa ega siz uchun? Rahmat.
ajoyib imkoniyatdan foydalangan holda onaga ta'rif beradigan bo'lsak, onani turli kasb egalarini bir sohibasi desak ham bo'ladi. Ona biz uchun shifokor, ona biz uchun o'qituvchi, tarbiyachi, umuman olganda biz farzandlari uchun qo'lidan kelgan barcha ishlarni, amallarni bajaruvchi buyuk zot desak ham to'g'ri bo'ladi. Albatta, har bir insonni hayot davomida onaga beradigan o'zini individualniy ta'rifi bo'ladi. Bu kitoblardan xoli, bu hammani beradigan ta'riflaridan xoli. Meni nazarimda har bir insonda savol tug'iladi. Biz qanday yaralganmiz, nima uchun yaralganmiz, qayoqqa qarab ketyapmiz, qaysi manzilga qaraganmiz degan savollar bo'ladi va inson o'zligiga borishi uchun eng yaqin yo'l bu ona. Uni quchoqlaganingizda, u bilan suhbatlashganingizda, uni his qilganingizda ona orqali o'tasiz. Har qanday borliqqa, har qanday dunyoga, har qanday tasavvur olamingizga olib boruvchi eng yaqin yo'l bu ona hisoblanadi. Siz o'zingizni o'rganmoqchi bo'lsangiz, onangizdan boshlang degan bo'lar edim. Chunki inson o'ziga o'zi qarashi qiyin. Lekin onasi orqali qaraganda u o'zini o'sha 7 avlod ajdodi, o'zi kim bo'lgan, ana shu jarayonlarga to'liq teran ma'no anglashi mumkin. Ona shuning uchun ham buyuk. Albatta, o'zingiz aytgandek individualniy fikrlari bo'ladi. Har kimda dedingiz-ku, meni ham ona haqida ikki og'iz fikrim bor. Ona men uchun ochlikdan o'lim yoqasida turganda ham bizga eng so'nggi luqmasini bera olgan yagona zot. Hattoki kitobimni boshlanishida ham so'z boshida shunday yozganman. Meni har qancha yaxshi ne'matlar o'rab turmasin, onajonim menga berilgan eng yaxshi ne'mat bo'lib qolaveradi deya bitgan edim. Buni qilish juda ham ajoyib. Mana shu yoshingizda bilasizmi, sizni hozir javoblaringizni eshitib ko'p onalar o'zini baxtli his qilyapti. Balki ko'ziga yosh keldi. Biz ham efir sharoiti bo'lgani uchun, mumkin bo'lmagani uchun kerak bo'lsa ko'z yoshlarimizni to'kmaymiz. Lekin mana shu yoshingizda onani his qilganingiz bu juda ham katta baxt. Onangiz ayni paytda hayotlar, ularni ko'proq quchoqlab, ular bilan ko'proq xursand bo'lib, juda to'g'ri aytdingiz. Har qanday vaziyatda ham, hattoki oxirgi luqmasini berishga qodir. Yaratgan onani shunday yaratganda, ona shu qadar katta quvvatga, energiyaga ega inson. U sizga luqma berayotganda to'yadi. Aslida uni luqmasi sizni xursand qilish. Shuning uchun ham onalarga har qancha ta'rif bersak oz. Milliard odamlar har bir insonni o'z onasiga o'zini ta'rifi bor. Juda ham xursandmiz. Intervyudan ko'nglingiz to'ldimi yoki yana savollar bormi? Ko'nglim to'ldi va shu o'rinda onam haqida mana shu efirda ko'rib turibdilar o'zlari. Onamga rahmatimni aytmoqchiman va bir yaxshi ko'rgan she'rimni aytib bermoqchiman. Eshitamiz. Jonimga do'st qadrdon, ko'rmasam ko'ngil vayron. Tabarruk tanta inson, himmatimsiz onajon. Bolam deb dard tortganim, to'rt tomonga chopganim, bu olamda topganim, savlatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan. Bolam bor deb kerilgan, davlatimsiz otajon. Sizsiz yurak bo'sh yurakmas, sizsiz tilakmas. Farzandingizga jannat kerakmas. Jannatimsiz onajon. Juda ham chiroyli. Jonimni juda ham yaxshi ko'raman. Juda ham go'zal. Haqiqatan ham. Hayajoningiz ham bilinyapti. Eng muhimi hozir sizni ko'rib, eshitib onajoningiz qanchalik yuraklaridan xursand bo'lyaptilar. Bilasizmi? Ular qanchalik ko'p yashaydilar. Farzandlar agar mana shunday tarbiyaga ega bo'lsa, onalar haqida shunaqa fikrlasa, ularni o'ylab bir mehrini qozonish uchun, xursand qilish uchun sizdek harakat qiladigan bo'lsa, onalar dunyoda juda ham baxtli bo'lishadi. Juda ham to'g'ri aytib o'tdingiz. Haqiqatda biz qayerda bo'lsak ham bizni holimizdan xabar olib, qorning to'qmi, issiq kiyinganmisan deb doimo biz haqimizda qayg'uradigan aziz insonlar bu onajonlarimiz, otajonlarimiz bo'lishadi va bizni har qanday vaziyatda qaysi bir yosh toifasida bo'lsak ham o'zlarining chiroyli yaxshi ta'lim tarbiyalari bilan, chiroyli duolari bilan doimo qo'llab turuvchi insonlar bu albatta bizni onajonlarimiz, otajonlarimiz hisoblanishadi. Boringizga shukr deymiz barcha onajon, otajonlarimizga. Mirzoq, har kuni onangizga sizni yaxshi ko'raman deysizmi? Aytish qiyin bu gapni, lekin o'sha she'rlarim orqali ifodalashim, bunichi har kunlik o'sha ko'pincha biz
aytish qiyin deymiz, ko'pincha bu odatga kirmaydi, lekin bilasizmi, odatga kirish kerak. Keyinchalik ularni juda qattiq sog'inmasligingiz uchun, afsus qilmaslik uchun ko'pincha armon, afsus she'rlari mana shunday jarayonlardan tug'iladi-da. Shuning uchun ham ayni paytda har kuni odatga kiriting, ayniqsa buvijoningizni, chunki ular onajoningizni onalari. Sizni mana shunday juda chiroyli baxtingizdan, yutuqlaringizdan hammadan ham ko'proq xursand bo'ladigan insonlar qarshingizda ekan, baxtli inson ekansiz. Demak, bundan keyingi dasturingizda, bundan keyingi ishlaringizda baxt haqida, quvonch haqida yozasiz deb umid qilib qolamiz. Ilohim, shu o'rinda men ham onajonimga kattadan katta rahmatimni aytib qolaman. Sizni yaxshi ko'raman va meni qo'llab-quvvatlagan shoir Umurzoq bo'lib kelishida o'z o'rnini, hissasini qo'shayotgan ustozlarimga, 52-maktabdagi barcha ustozlarimga, Feruzaxon ustozimga, Bahodirxon ustozimga, barchaga o'z rahmatimni aytib qolaman. Sizlarni yaxshi ko'raman. Kelganingiz uchun rahmat.